Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Joyingizda sog'mi, salomatmisizlar? 5-6 kuni xudo xolasa, Ramazonni ham xudo xolasa mana. Bugun juma. Bugun sanamiz xudo xolasa 27 mikin, Alloh alam. 27 ekan Boburxon bugun. 27-fevral sanasida syomka qilyapmiz. Erta o'tib indinga xudo xolasa 1-mart. Xudo xolasa 22-23-kunga mart oyiga xudo xolasa tayyor bo'ladi. Hayit 3-kunlarga. Xo'p, birinchi vaksinasini qildik, bronxit qildik. U vaksina ko'tara olmaganlar albatta o'ladi, boshqa bo'ladi. Albatta urush qurbonisi bo'lmaganda voqeamiz xudo xolasa yomon emas. Va ko'rishina mumkin holatlarni. Bugun 6-kuni xudo xolasa. Haroratimiz 32-33 gradus atrofida hozir kunda mana. Andijon qora o'sha. Mana patlar ham o'sib. Ne qiladi ko'rsatay. Qanotlari ham o'sib mana sho'lib qoldi mana, xudo xolasa. Xirosmakka aralash bilan hozir. Xo'p, hozir kunda shu bronxitini qildik. Biyo supervit berdik, o'sha kalsiyga boy bo'lishligi uchun o'sha oyoqlariga, qanotlariga, boshqasiga o'sha vitaminlarni o'zi beryapmiz. Rasman chiqazib ketaman 3 xil hozir kunda vitamin beryapmiz. Orqasidan xudo xolasa barcha o'sha vaksinani qilamiz, tumshuqlarni ham xudo xolasa kesamiz. O'lim yo'q emas, bor. Shuna gaplar. Jo'jalarimiz holatlari. Start dollardan yeb turishibdi. 22-fevralda kelgan, mana hozir 27 bo'lsa, mana 5-6 kunlik o'zi atrofida. Jo'jalarimiz xudo xolasa, qadrdonlar. Mana bunaqa o'lim holatida ham bo'ladi mana. Vaksina ko'tara olmaganlar mana bunaqa o'lib o'ladi. Mana urush qurbonisi bo'lmaganda mana bunaqa o'lim holatlari ham bo'lyapti mana. Xo'p, qadrdonlar, buni bir oylik qilib xolasa sotuvga chiqazamiz. To'lovlarni oldindan qabul qilamiz. Andijon qora bular zoti. Birinchi marta ko'rayotganlar uchun. Har vaksina qilganda shu vaksinani qo'yib ketamiz. O'sha video lavha qilib o'zimiz uchun, hujjat uchun qilib ko'rsatamiz qadrdonlar, xudo xolasa. Suv qolmabdi mana, bankada suv qolmabdi mana bunaqa. Suv beramiz. O'sha vitamin suv. Ich qorin og'rimasligi uchun, koksidoz kasal bo'lmasligi uchun o'sha dorilarni beryapmiz. Vitamin, ya'ni vaksina emas. Bu joydagi jo'jalarimizni olib chiqib tashqariga valarga qo'yganmiz. Haroratimiz ham xudo xolasa. Mana shu joyda haroratimiz. Shuni o'lchab olganimiz uchun mana 29-30 atrofida hozir. 29-30 o'sha harorati hozir kunduzgi holat. Yo'qotishsa albatta bo'ladi. Mana bunaqa o'lganlar mana. Qadrdonlar. Hech qo'llarga loj bo'lishi mana. Qarab turibdi mana hozir. Nima bo'ldi kishiga mana. Mana bunaqa o'lim holatlari ham bo'ladi endi. Urush qurbonisi bo'lmaganda boqib turibmiz. Hop, ekranga telefon raqamlarini qo'yib yozib ketamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Andijon qora kimga kerak bo'lsa, bir oyligini xudo xolasa qilib beramiz.
asosiy hozir kunda aralash bizda hozir. Xo'rozniki aralash bizda borlari. Bilan tomosha qilib, maza qilasizda. Hop, jo'jani xudo xolisa, jo'ja boqayotganda nimaga e'tibor berish kerak deganlik uchun ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda o'sha tozalikka rioya qilish kerak. Alohida oyoq kiyim qilib qo'yish kerak bu xonaga. Mana bunaqa orqalari qotib bo'lish borda bunaqa. Shuni tozalab, qo'lda tozalab, shaqlagacha e'tibor beramiz-da endi. Hech kasallikda endi bu ham. E'tibor berib qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Sardon bilan o'qiyamiz. Sog'lom jo'jalarimiz. Gazlar bilan o'zgalikka do'xoz gazlar yonib turibdi. Yaxshi hozir holat. Hop. Tashqarida ham kattaroq jo'jalarimiz bor. Bular o'zimizga zotga o'zchalikka boqyapmiz. Tuxumi kirmagan. 138 kunlik bu qoldi o'zi bilan. 138 kunlik. Tashqariga olib chiqdik. Holatlari shunaqa. Ularda sotuvda yo'q. Faqat bir oylik sotuvda bo'ladi. Mana shu jo'jalarni kichiklari. Video yoqqan bo'lsa qadrdonlar like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar qadrdonlar. Hammaga kattakon rahmat.